Amine Shemshidin, yurtum Turpan vilayeti Pichan nahiyesi, Pichan bazarıdan. Ben bu video arkalık apam, Asiya Vahab ve akam Ablay Shemshidin'nin ahvalını guvahlık vermekçi. Apam Asiya Vahab 60 yaşa yakınlaştı. Apam 2017 yılı 10. ayının ahırlarda saqçılar tarafından öyden elip ketilgen, sebep eskartilmegen. Şundan buyan apam bilen qat'iy alaqam bo'lmadi. Men hazır apamның lagırdımı, yoki turmudimi ve yoki qandaq ahvalda buningdan hech qanday ma'lumotim yo'q. Apamның bu ahvoli mening bu yerdagi uyg'unish xizmat va turmushimga zo'r darajada pasiv ta'sirlarni ko'rsatdi. Apamның salomatligi yaxshi emas edi. Men apamның lagerlarda qiyin qistaqlarga uchragan bo'lishidan bekmi ansirayman. Shunga Xitoy doiralarining apamның oxirgi hayotida o'zining ko'p ustida o'lishiga ruxsat qilishini talab qilaman. İkinci bir guvahlık berdiğim akam Ablay Shemshidin, birden bir qayrindişim. Akam bilen 2017 yılı 8. aylar etrafında ançımıç öndekler alakam battı. Şu 2017 yılı 8. aydan başlap bu alakamız mı? Üzülüp qalğandan buyan ta ki hazır 1,5 yılga yıkıllap qaldı. Akamның ahvalından hiç qanday ma'lumatim yo'q. Ruh tuqqanlarımızga igi çıqaylı qayrindaşlar. Xitoy doiralarining maqsadi Ammeylenge aşkar bo'lib bo'ldi. Yani qachongacha uyqumuzni açmaymiz. Eğer bizning urug' tuqqanlarimiz, ota-ona qarindoshlarimiz shu lagerlarda qiyin qistaqlar o'lib ketib qolsa, shu xabar sizga yetgan chaqda ota-onangiz uchun, urug' tuqqan do'stlaringiz, birodarlaringiz uchun erkin dunyoda turibmi, oygan bir eg'iz zuvoningiz uchun siz o'lgicha hasrat tortasiz. Bu bir haqiqat. O'zingizning oilasi va millatingiz, o'zingizning zamin tuprog'i uchun başqa iş qılamısınız mı? Zulümni baş qılıp bir eğiz avaz çıkarıp koyun.